Налоговый inspeksiya sizga pullarni qaytaradi albatta. Barchaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Hammaga xush kayfiyat tilagan holda patentning pulini qaytarib olsa bo'ladimi degan savollarga javob beraman. Rossiya Federatsiyasining Налоговый kodeksida 227-227-1 statyalarida belgilangan huquqlarga asoslangan holda barcha muhojirlar oshiqcha to'langan pullarni qaytarib olish huquqiga ega. Oshiqcha pullar bu degani kelgusi oyga to'langan pullar. Ya'ni, masalan, siz 11 yoki 12 oyga pul to'lagansiz, lekin 10-11 oyda o'z yurtingizga qaytib ketish maqsadidasiz. Ushbu holatda Налоговый inspeksiyaga borib turib, ortiqcha to'langan pullarni qaytarish mazmunidagi zaявленияni to'ldirasiz va 1 oy yoki bo'lmasa 2 oy, 3 oymi qancha ortiqcha to'langan bo'lsa, Налоговый inspeksiya sizga pullarni qaytaradi albatta. Shu qatorda yana bir qiziq fakt, barchamiz bilamiz 13% NDFL to'laymiz. Ushbu soliqni ham qaytarish huquqiga egasiz. Bu uchun ham Налоговый inspeksiyaga borib, NDFL solig'ini qaytarish maqsadida zaявление to'ldirasiz va o'z pullaringizni qaytarib olish huquqiga egasiz.